Ha, Sardor Mahmadonayev? Odam podam masakansan qo'shinga bitishkor. Nima deyapsan aka? Esingdami 2008-yil Gulbadan to'yxonaga o'g'lim to'yiga borgandik. Hop. Pulini qaytar. Nima qaytaradi? Nima qaytarmaydi? O'g'lim ajrashib ketdi. O'g'ling ajrashgan bo'lsa bularda nima ayb? Nimaga ayb bo'lmaydi? O'sha kun to'yda qanaqa qo'shiq aytdi? Ajrashdik, bugun bemalol dedi, o'g'lim ham bemalol ajrashib ketdi. Bu shunchaki ijod. O'zingiz so'radinglar, biz ijro qildik. Ijodingga skripka. Aka, bizda pul qaytarilmaydi. Agar xohlasangiz, bironta xizmatingizga borib beramiz. Unda o'g'lim sunnat to'y qilaman, shunga borsin. Bo'lmasa istoriyaga qo'yib sharmandasini chiqaraman. Qo'shdi, qara qo'shdi. Yo'q, bundaymi? Qahva haqidagi qo'shig'imiz tayyor bo'ldi, eshitib ko'rasizlar. Kamchilik bo'lsa aytasizlar. Qahva mendan, manzara sendan. Qahva ichmay o'ylaring hammang. 95-40 choy haqida ham qo'shiq ayt. Mendan nima xohlaysiz amanki? Esingdami o'g'lim sunnat to'yiga borganding, pulimni qaytar. Nimaga qaytaradi? Nimaga qaytarmaydi? Bu to'yga borgandan keyin bobosi o'ldi o'sha to'yda. Nimaga o'ladi bobosi? Bu o'zicha deb qo'shiq aytganiga bobosi ham devdi, suyak tiqilib o'ldi. Bechora qashto'di panja o'shidi. To'y ham sig'madi ko'nglimga, pulimni qaytar. Aka, sizga bitta imkoniyat beramiz, qaysidir xizmatingizga boramiz, lekin pul qaytarilmaydi. Unda davay tug'ilgan kuniga boradi. Okey? Sifatli pontisidan yeyapsanmi? Sen bilasan nima ishdi? Yumshoq ekan lekin. Men bolalarimga oldim buni. Sanda bola ham ko'pdir, ha? Artistlarda ko'p bo'ladi-ku. Og'zingga qarab gap. Bari qarang aka. Qo'shdi, qara qo'shdi. Perivalmi deyman, ha? Perivalga o'xshaydi. Kamon qo'sh, kamon qo'sh. To'xtat boshdan tush bu yoqqa. Hoppa. Mana ki. Yangam kelding, aqlanan ahvolni qara. Jon aka, nima xohlaysiz bizdan, aka? Esingdami o'g'lim tug'ilgan kuniga borgandik. Hop, borganmiz. O'sha restoran yopilib ketdi. Nimaga yopiladi? Pastida spa salon ochgan ekan, shunga yopib yuborishdi. Pulimni qaytar, o'g'lim siqilib qoldi. O'sha bexosiyat o'g'lingizni chaqiring bu yoqqa. Mardon, mana qacha kel o'g'lim, mana kel. Kel o'g'lim. Bu ham kep sani muxlising, bitta qo'shiqni ayt o'g'lim. Qo'shiq qaralar, Qaysan sen bunga bo'lyapsan? Dai pulimni qaytar. Aka, bizda pul qaytarilmaydi. Onasini, bu dunyoda ikkita narsadan pul bo'lmas ekan. Birinchisi Shvetsiya bankdan, ikkinchisi artistdan. Qo'shinga bitsin. Ota ovozim qaytdi. Bitta ayt. Qo'shiq. Barnayni. Bu yer Sankt-Peterburg. İşlasalaring to'g'ri ishlanglar. Rus tilini bilasizlarmi o'zi? Да, знаю. Men russkoязычники, bratан. Agar menga parod qilsalaring, qaydadan sunnat qilaman. Что работаем? Работаем. Приходите, барана, корова. Приходите, баран и корова. Не понял, кто баран? Здрасте. Братан, здравствуйте. Вы не баран. Вот корова, вот баран. Это гость. Гость у вас все халал? Хаппа халал, братан. Что это хаппа халал? Хаппа халал это называется чипа-чисто. Сегодня кушали. Братан, это оёк называется. Это сүйүк оёк. Что? Не понял, что это суйгоёк? Проститутка знаешь? Да? Это корова тоже была проститутка. Это его оёк. Это ёбр буха. Это нага ёбр буханики. Братан, колбаса есть. Все халал. У нас айрон тоже халал. А это что, братан? Это оттики. Что? Казы знаешь, казы? А? Это оттики. Это мужская сила. Братан, короче, в Санкт-Петербурге у меня много ресторанов есть. Мне оптом мясо надо. Без муаммо, братан. Сколько хохлыш, мы сколько даем мясо. У вас корова есть? Нет? Если есть, мы сам купим, мы сам вых сделаем. Что? Вых сделаем. Что это? Птица есть, птица. Вых, qassob vıq. Не понял. Nima deyapsan? Men ham tushunmayman seni gapingga. Chimchiq so'ysa ham qassob so'ysin deyapman. Tushuntir unga. Tushundingizmi? Ya, assalomu alaykum. Men Sankt-Peterburgdaman aya. Adres mana Звездное metrodan chiqaman ekan, Lensaveta 103. Nima yeyapman? Faqat go'sht yeyapman aya. Короче, братан, я все возьму. Вы на долг даете? Nima u dolg? Dollarga deyapti. Ya ha, bratan, men faqat dolgga dayon. Все dolgga dayon, dolg. Молодец, брат.
Qarasho. Ye, malades. Hamma go'sht sotibsizlar-ki. Bratan, biz hamma go'shtni dolga sotdik, dolga. Nimaga sotding? Dolga, представляешь? Dolga sotding? Yew! Endi nima qilamiz, Bobur? Bitirda. Uydagilaringga aytib qo'y, yana bitta sunnat bo'ldim degan. To'yga tayyorgarlik ko'rishsin. Это хук, выстрел из 6 базук. Это круг, вижу рядом тысячи рук. Hamma narsalarni sop qo'ydim. O'qishdan qachon kelasiz? Hamma narsalar so'g'ingga pishiramiz. O'g'lim, nima? Hamma narsani o'zim solyapman-da, oyi. Xotining o'zi solaveradi. Kim o'qishga ketib qolsang, men ham sog'inib qolaman. Ha, qo'lim bilan o'zim. Sen o'tirgin, men bu yerda o'tirgin. Aya, men shunday kirib o'zim narsalarni taxlashib yuboray. Odam sog'inib qoladi. Men ham sog'inaman-da, yangi uylangan. Qaysi ko'ynigingiz solay, oqinimi, qoranimi?